Serbiya davlati gullari bilan raqobatlashgan 570 turdagi atirgul ko'chatlari Andijonning Baliqchi tumanida yetishtirilmoqda. Sohada salkam 20 yillik tajribaga ega bo'lgan Xo'jamovlar oilasining 7 o'g'loni 92 yoshli Piruba davlat otalarining tarbiyasi, pandu nasihatlari bilan shu darajaga yetdilar. Hojata doim duoda shu bolalarim ishlaringizga rivoj bersin. Astoydil bo'linglar. Allohga ming qatla shukr qilganda ishingni davom ettir bolalar deb shu. Oiladagi ahil inoqlik bugun 9 farzand, 40 nabira, 50 dan ortiq qarindosh urug'lar qo'yinki, Chinobod qishlog'idagi 200 nafarga yaqin hamqishloqlarning atirgul parvarishda bandligini ta'minlab kelmoqda. Oila sohiblarining mirishkorligi sabab bugun daromad ortmoqda. Respublikamiz iqtisodiyotiga samarali hissa qo'shayotgan atirgulchilarning sa'y-harakati ortidan mahsulot eksport hajmi ortib, $500,000 tashkil etdi. Dastlab 10 gektar yer ajratib berilgan. Shu yerda mahsulotlar chiroyli yetishtirilib, hozirda eksport qilib kelinmoqda. Hozir 19 gektar yerda almashlab ekish bo'lib, 2 yilda bir mahsulot yetishtiriladi. Bir 10 gektar yerda har yili $500,000 ga yaqin eksport amalga oshirilyapti. Yangilikka intilayotgan Xo'jamovlar oilasi nafaqat atirgul ko'chati yetishtirishni, balki atirgul yaproqlaridan dorivor sharbat, murabbo va boshqa shifobaxsh ichimliklar tayyorlashni ham reja qilganlar.